Amerikada qilinganda sudga berib uni peshonasidan otaverardi. Mumkin emas qiz bolani rentgen qilish. Сейчас она сказала, bolasini o'sha bo'lmayotganiga 10 yil bo'lgan qara. Doktorlarga mingtasiga boryapti. Erini varikatsiya degan, u degan, bu degan, uni operatsiya qilgan, boshqa qilgan, dorilar beryapti. Nima? Sog'ib pulini olish uchun qilyapti bu narsa. Xotinini ham xuddi shunaqa. Обследование, lechение и rentgen qilyapti. Bu dunyoda bilib qo'ying. Amerikada qilinganda sudga berib uni peshonasidan otaverardi. Ayollar orgazmga erishmas ekan. Agar orgazm bo'lmasa, ayol baxtsiz va shu oilada er-xotin o'rtasida juda katta ham ruhiy, ham jismoniy muammolar kelib chiqadi. Braziliyadan hech qayerda yo'q, dunyoda hech qayerda chiqmaydi. Bitta shu Braziliyada bor narsa, shu sop vibradigan lubrikant olib kelishdi. Ayol kishida o'zida ilgari sezmagan yangi ощущениyalarni, o'sha yangi narsalarni seza boshlaydi. Yoqadi. Namoda sizga sop vibra agar ta'sir qilmasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Rentgen nima bu? Bolani rentgen nuri bilan nurlantish. Buni genetikalari hammasi buzilib ketadi. Bitta olganda u qiz bola tug'ilgan paytida o'shani ichida 5000 ta folikulas turgan bo'ladi. Hech qachon rentgen qildirib, даже bu muammosi bo'lib qolsa ham tuxumdonini svinet bilan yopib turib stimkalar rentgenlar qilsa bo'ladi. Mumkin emas qiz bolani rentgen qilish. Ana shuni yetkazdirish kerak. Tirikchilik qursin bu. Birovni pulini olaman deb harom halol narsalarni qilib yotishibdi bular. Hech qachon tekshirilmaydi. Turbani tekshirish degan, rentgen qilish degan narsa yo'q qizim hech qayerda. Pulingizni olish uchun qilinayotgan narsa. Kelasida budishida bu bola bo'ladigan tuxum hujayrani dunyoda bu преступление hisoblanadi. Rentgen qilish degan narsa yo'q. Mana buni varikatsiya qilib, sizni mana shunaqa qilib yotishibdi. Buni rosa gapiramiz har doim. Gastroskopiya degan, yo'li ochiq yopiq degan, rentgen qilish bu katta jinoyat. Katta jinoyat. Buni hech qachon qilish kerak emas. Qaniydi Amerikada bo'lgan peshonasidan ottirib yuborardim hozir. Agar mana shunaqa bo'lsa, birinchidan o'sha pulini to'lattirilmaydi. Chunki yonidan kasal to'lamaydi o'tda hech kim. Hamma insurans bilan orqali yopiladi. Tushundingizmi? Shuni yetkazdirish kerak. Qilmasin, keragi yo'q. Men bu yerga vallahi qaram pul topaman deb kelmayman. Men kerak emas, o'zimga to'qman. Amerikada bir kunda bu yerda bir oyda topadiganimni topaman. Mana mashhurlarga o'rgating, ko'rib bering, kimni peshonasiga yozgan bo'lsa, mana o'sha o'zi Alloh billa qilib qo'yadi, maslahatimni eshitadi, yetib boradi. Agar qazoyi qadr bo'lmasa, shuni qiladi, shundan bir narsa rezultat olamiz. Boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Tushundinglarmi? Вот что нужно довести народу.